Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Farruh akamiz navbatdagi asfalt qilayotgan joyini o'zimiz ya'ni qadamdan ochibdilar, qilyapti ekanlar. Birga necha kvadrat bo'ldi Farruh aka asfalt? 600 kvadrat. 600 kvadrat. Necha puldan qildinglar? 75 ming. O'sha zavodmi qilgan? Ha, o'sha zavod. Neftich zavodida mashina ketmasi beroqqa. Xo'sh, bu yerda elektromobillarga zapravka qilinadigan stansiya qurilyapti ekan. Mana shuni oldini necha kvadrat edi? 600 kvadrat joyda 75 ming so'mdan Melki asfaltni asfalt qilyapti ekanlar. Yetkicho agar asfalt sifatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarini hozir videoga yozib qo'yamiz. Yana qanaqa gaplaringiz bor bizdan podpischiklarimizga? Shu nima deymiz? Shu ko'rib zakaz qilaversin deymizda. Faqat asfalt qilinsin-a? Faqat Asfalt kerak emas-a? Yo'q, istasha kerak emas. Faqat asfalt. Asfalt ustiga asfalt. G'ishbar chiqib ketsa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Faqat asfalt. Faqat asfalt. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Hammalaringizga rahmat. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin.